Yunusobod tumani 13-kvartal 79-domda 3 xonali kvartiramiz sotuvga chiqqan. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu oshxonasi. Remontlarni ko'rishingiz mumkin. Yevro remont. Bu yoq mana детский komnata. Kravatlari bor. Bu yoqda ham mana bitta xona. Televizorlari bor, mana ko'rishingiz mumkin. Sanuzeli. Arizon o'rnatilgan. Bu yoqda ham bu yoq vannasi, mana kirmoshina, hammasi qimmat narsalar ishlatilgan. Bular mana latundan ko'rishingiz mumkin. Vannalari. Bu yoqda ota-onalar xonasi. Balkoni bilan mana ko'rishingiz mumkin. Bu yoqda garderobni bor. Xohlasanglar родительский sanuzel qo'ysalar bo'ladi. Mana bu shaxta bor xullas. Lekin bu yoqda hozir garderob qilib qo'yilgan. Sanuzel qo'ysalar ham bo'ladi. Родительский sanuzel bo'ladi. Xullas, kvartiramiz 6-etajda joylashgan, 9 etajga novostroyka. Ma'lumot olishingiz uchun pastdagi nomerlarga telefon qilaverasizlar.